Turkiyada, Istanbulda o'z nafsiga hokimlik qilib masjid qurgan bir odam bor. Bilasizmi u kim? Adanali Shokir Afandi deydi. Yani u odam shunaqangi bir o'zini nafsini yenggan ekanki, magazinga borar ekanda nimadir yegisi kelib qoladigan bo'lsa, siraz to'xtar ekanda, sanki yedim der ekan. Qanaqa uni o'zbekcha aytganda, shuni yedim deb o'zini tasavvur qilar ekanda, o'sha yegan deb yedim deb tasavvur qilgan pulini olar ekanda, uyga borib bitta qutiga solib qo'yar ekan. Har doim nimadir yegisi kelsa, ya'ni normalda ovqatlanib yuradi, lekin ovqatlangandan tashqari nafs xohlagan narsani olgani borar ekanda, shuni sanki yedim deb turib olib ketib uyga olib borib qutisiga solar ekanda, ya'ni yillar o'tib turib shu pul to'planib, ya'ni mahallaga, ya'ni Fatihga, ya'ni Istanbul Fatihga sanki yedim degan bir masjid qurgan ekan, qaranglar. Subhanalloh, juda ham xursand bo'ldim. Qaranglar, odam o'zi nafsini tegib masjid quribdi. Ya'ni bu juda ham katta ish. Ya'ni ibrat olsa bo'ladi. Biz ham qanaqadir nafsimiz o'zimiz urib turib, ya'ni ko'p narsa qilsak bo'ladi-da. Alloh hammamizga ham shunaqangi insonlarga o'xshab o'zimiz nafsimizni qulay emas, yig'ayotgan narsalarimiz qiyomatda foyda keltiradigan bir bandalardan qilsin, ilohim. Amin.